The graph and equation of the function f of x are shown above. Which of the following is the value of b? Yuqorida f of x funksiyaning tenglamasi va grafik ko'rsatilgan. Which of the following? Quyidagilardan qaysi biri value of b, bning qiymati bo'la oladi degan. Bunda birinchi bo'lib har bir variantni keltirib qo'yamiz, ya'ni -1, -2, -4, -8 larni. -1ni keltirib qo'ydik, to'g'ri kelmadi. Bizda to'g'ri kelishi uchun grafikdan ko'rsak, bir nuqtada parabola uchi bir nuqtada bo'lishi kerak. B javobimizni qo'ydik. 0,5 va 2,5 degan. Bu nuqta ham to'g'ri kelmaydi albatta. Endi C javobimizni qo'yib ko'ramiz, ya'ni -4ni. Mana bir nuqtada parabola uchi va 0,3 y o'qi bilan shu nuqtada kesishgan. Endi yana aniqlab ko'rishimiz kerak. D javobini ham qo'yib ko'rsak, -8ni bu x o'qidan pastga tushib ketgan va 2 -5 bu umuman to'g'ri kelmaydi. To'g'ri javobimiz C javob, ya'ni -4. B ning qiymati shunda -4 ga teng bo'ladi.